Dunyoning umri qisqa, har qancha bo'lsa ham 100 yil yashasa ham bir lahza degan. Tushga bo'ladi. Inson qabrdan qaytib turganda yoki vafot etgandan keyin hayoti tush kabi. Lam yalbatu illa sa'atan min nahar. Ertalab bir lahza yashagandek bo'ladi inson. Ozgina yashagandek bo'ladi. Bu uzun ko'rinyapti umr. Abadiy hayotga o'tgan paytingizda bu dunyoning hayoti bir lahzaga o'xshaydi. Ne'mati ham bir lahza, musibati ham bir lahza. Shunaqa ekan, bu dunyodagi adolatsizlik yoki qiyinchilik yoki musibatlar sizga uzun ko'rinmas. Yaxshilarning musibat chekishi siz zada qilmasin. Ular jannatda martaba olishyapti hozir shu musibatdagida. Yomonlarning ustunligi, hukmronligi siz zada qilmasin. Ular do'zaxdan joy tayinlayapti shu yurishda o'zlariga. Har birini Alloh taolo o'zi hisobini oladi. U ham yetib borgan joyda bir lahza yashagandek bo'ladi. Hamma ko'rgan huzur yo'q bo'ladi. Bu ham yetib borgan joyda o'tgan hayoti bir lahzadek bo'ladi. Hamma musibati yo'q bo'ladi.